Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Bu yil Yangibozor tumani bo'yicha oila va xotin-qizlar bo'limida xotin-qizlarni bandligini ta'minlash, ularni kasb-hunarga o'qitish hamda tadbirkorlik faoliyatiga ko'maklashish, shu bilan birgalikda ayollar daftariga kirgan xotin-qizlarga beriladigan yordamlar bo'yicha men hisobot beraman. 2025-yil davomida Yangibozor tumanida 29 ta mahallalarda 17.794 xonadonda 25.939 oilalar istiqomat qilib kelmoqda. Jami aholi soni 94.195 nafarni, shularning 47.039 nafarini esa xotin-qizlar tashkil qiladi. Yangibozor tumanida xotin-qizlar bandligini ta'minlash bo'yicha ishsizlikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha o'zimizni rejamizni belgilab olgan edik. Bu yil 18 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan 23.014 nafar xotin-qizlar fuqaroboy tarzda yuzma-yuz suhbat o'tkazilib, to'liq xatlov qilindi. Xatlov natijalariga asosan tumanda 2162 nafar xotin-qizlarimiz ishsiz ekanligi aniqlandi. Tumanda xotin-qizlar bandligini ta'minlash va qo'shimcha daromad manbalari bilan ta'minlash maqsadida hozirgi kunga kelib 4897 nafar xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. Jumladan 1111 nafar xotin-qizlarimiz doimiy ishga joylashtirildi. 97 nafar xotin-qizlar hunarmand uyushmasiga a'zo qilinib, 450 nafar xotin-qizlar ustoz shogird an'anasi asosida biriktirildi. 370 nafar lider tadbirkorlarimizga 3700 nafar xotin-qizlarimiz biriktirildi. 150 nafar xotin-qizlar kasanachilik asosida Loratex Yangibozor MChJ hamda Barar paxtachilik klasterida bandligi ta'minlandi. 2333 nafar xotin-qizlar pillachilik sohasida bandligi ta'minlandi. 658 nafar xotin-qizlarga 19 milliard 293 million so'mlik har xil turdagi imtiyozli kreditlar ajratildi. Ushbu kreditlarning 78 nafar ayollarga pazandachilik yo'nalishida, 62 nafariga chorvachilik yo'nalishida, 65 nafariga tikuvchilik yo'nalishida, 72 nafariga xizmat ko'rsatish va boshqa yo'nalishlarda, 286 nafar xotin-qizlarimizga kreditlar ajratildi. 153 nafar xotin-qizlar xonadonlarida kichik mini sexlar, yarim tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish, qadoqlash orqali tashkil qilingan ishlar orqasidan bandligi ta'minlandi. Bunga misol uchun Oltinko'l mahallasida yashovchi Janmurod va Mohigul tomonidan barak bukish tashkil etish orqali 8 nafar xotin-qizlarimizni, Navro'z mahallasidagi Dilnoza Eshimova tomonidan tort va shirinliklar pishirish orqali 10 nafar xotin-qizlarimizni, Tajmurod va Go'zal tomonidan novvot tayyorlashni tashkil etish orqali 6 nafar xotin-qizlarimizning bandligi ta'minlandi. 7 nafar xotin-qizlarimizga sudalar ajratildi. 73 nafar xotin-qizlar YTTlar tashkil qildi. 412 nafar oliy ta'lim bitiruvchilaridan 395 nafarining bandligi ta'minlandi. Ishsiz va daromad topish istagidagi 1941 nafar xotin-qizlarni kasb-hunar va tadbirkorlik asoslariga o'qitildi. Xususan, Sayxunobod tajribasi bo'yicha 545 nafar xotin-qizlarimiz kasb-hunarga o'qitildi. Bunda 103 nafar xotin-qizlarimiz asalarchilik yo'nalishida, 20 nafari gulchilik yo'nalishida, 20 nafari issiqxona yo'nalishida, 273 nafar xotin-qizlarimiz tikuvchilik yo'nalishida qisqa kursli o'quvlarda o'qitildi. Ushbu o'quvlarimizni yo'nalishlar kesimida tahlil qilsak, 549 nafar xotin-qizlar tadbirkorlik yo'nalishida, 120 nafar xotin-qizlar novdalardan buyumlar to'qish yo'nalishida, savatchilik, ya'ni 493 nafar xotin-qizlar gilamchilik va chokli buyumlar to'qish yo'nalishida, 34 nafar xotin-qizlar ayollar sartaroshi yo'nalishida, 52 nafar xotin-qizlar pazandachilik yo'nalishida, 110 nafar xotin-qizlarimiz ko'rpachilik yo'nalishida, 31 nafar xotin-qizlarimiz buxgalteriya va kompyuter grafikasi yo'nalishlarida o'qitilib, ularning bandligi ta'minlandi. Jumladan, Oltinko'l, Yangiobod mahallalarida bitta ko'chani issiqxonachilik ko'chasi qilib, shu ko'chalarning o'zida 30 tadan xonadonlarda issiqxonalar tashkil etilib, 90 nafar xotin-qizlarimizning Bog'alon, Mingbog'alon, Katli, Qiyot mahallalarida bog'dorchilik, uzumchilik, uzum ko'chatlari yetishtirish yo'nalida 120 nafar, Xayvat, Hamidolimjon, Barhayot, Shoirlar mahallalarida polizchilik, yozgi va kuzgi pomidor yetishtirish yo'nalishlarida 150 nafar, Istiqlol, Iftixor,
qadriyat mahallalarida asalarichilik va chorvachilik yo'nalishida 110 nafar, Halqabod, Qoratepa mahallalarida sumalak tayyorlash yo'nalishida 60 nafar, Jayxun va Cho'balanchi mahallalarida sholichilik yo'nalishida 50 nafar, Pahlavon Mahmud va Hamid Olimjon mahallalarida gulchilik yo'nalishida 40 nafar xotin-qizlarimizning bandligi ta'minlandi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-sentyabrdagi 376 sonli qarori doirasida 29 ta mahallada bo'sh binolarda namunaviy tipdagi xotin-qizlar bandligini ta'minlash va salomatligini mustahkamlash markazlari tashkil etilib, ularda 109 nafar xotin-qizlarning bandliklari ta'minlandi. Misol uchun, Mang'itlar mahallasida tashkil qilingan xotin-qizlar bandligini ta'minlash va salomatligini mustahkamlash markazida hozirgi kunda 60 nafar xotin-qizlar bandligi ta'minlangan. Hamid Olimjon mahallasida joylashgan oila va xotin-qizlar maskani faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu maskanda 20 ta sog'lom turmush tarzi targ'ibotlari o'tkazildi. 115 nafar xotin-qizlar tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha 360 ta juftliklar yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash kurslarida o'qitildi. 34 ta nizoli oila vakillari bilan suhbatlar o'tkazilib, oilalardagi nizolar bartaraf qilindi. 20 nafar xotin-qizlarga psixologik treninglar o'tkazildi. 30 nafar xotin-qizlarga esa har xil turdagi huquqiy yordamlar ko'rsatildi. Xotin-qizlarimiz qishloq xo'jaligi sohasida fermerlar kengashi tomonidan 2018 nafarining daromadli mehnat bilan ta'minlanishiga erishildi. Ma'lumot uchun 62 nafar xotin-qizlarimiz dehqonchilik, 4 nafari chorvachilik, 123 nafar xotin-qizlarimiz takroriy ekin ekish orqali, 2333 nafar xotin-qizlarimiz pillachilik sohasida o'z bandliklarini ta'minlanishiga erishildi. Migratsiya yo'nalishida quyidagi ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Yil boshidan 2558 nafar xotin-qizlar migratsiyaga ketgan bo'lib, 1270 nafar xotin-qizlar migratsiyadan qaytarib olindi. 1206 nafar xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. 1288 nafar xotin-qizlar bilan doimiy suhbatlar o'tkazilib, 550 nafari qaytish istagini bildirdi. Migratsiyada yurgan xotin-qizlarning oilalariga kirib, ularning 1225 nafariga tibbiy, 120 nafariga moddiy va 320 nafariga huquqiy yordamlar berishga erishildi. Bugunga qadar ko'rsatilgan yordamlar ayollar daftarining 6-bosqichiga kiritilgan 2852 nafar xotin-qizlardan 2852 nafariga ham 100% amaliy yordamlar ko'rsatildi. Jumladan, birinchi toifa 2162 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlardan 2162 nafar xotin-qizlarimizning ham bandligi ta'minlandi. Ikkinchi toifada 119 nafar tadbirkorlik qilish istagini bildirgan ehtiyojmand xotin-qizlar kiritilgan bo'lib, 119 nafar xotin-qizlarimizni tadbirkorlikka o'qitib, ularga imtiyozli 2 milliard 256 million 500 ming so'm miqdorida imtiyozli kreditlar ajratildi. Jumladan, Xalq banki tomonidan 56 nafar xotin-qizlarimizga 1,5 milliard, Mikrokredit bank tomonidan 43 nafar xotin-qizlarimizga 805 million so'm, Biznes rivojlantirish banki tomonidan 20 nafar xotin-qizlarimizga 382 million so'm miqdorida imtiyozli kreditlar ajratildi. Imtiyozli kreditlarni yo'nalishlar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, tikuvchilik yo'nalishida 8 nafar, xizmat ko'rsatish yo'nalishida 65 nafar, asalarichilik yo'nalishida 9 nafar, chorvachilik yo'nalishida 16 nafar, issiqxona yo'nalishida 12 nafar, pishiriqchilik 19 nafar, parrandachilik yo'nalishida 10 nafar xotin-qizlarimizga imtiyozli kreditlar ajratilgan. Uchinchi toifa xotin-qizlarimizning 203 nafari boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlar kiritilgan bo'lib, 203 nafar xotin-qizlarimizga 152 million 250 ming so'mlik miqdorida moddiy yordamlar berildi. 2 nafar uy joylari ta'mirlab beriladigan xotin-qizlardan 2 nafarining uy joylari ta'mirlab berildi. 4-toifaga 211 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan, birinchi-ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan ehtiyojmand xotin-qizlar kiritilgan bo'lib, ularga 100% xotin-qizlarga moddiy yordamlar berilib, 158 million 300 ming so'm miqdorida moddiy yordamlar berildi. 8 nafar xotin-qizlarimizni davolanishiga
muhtoj nogironligi bo'lgan xotin-qizlarga 34 million so'm miqdorida davolanish xarajatlari qoplab berildi. 5-toifaga kiritilgan 12 nafar uy-joyga muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlarning 25 nafarining muammolari hal qilindi. Shundan uy-joy bilan ta'minlanadigan 1 nafar xotin-qizlarning 1 nafari uy-joy bilan ta'minlandi. 11 nafari ijara kompensatsiyasi to'lab beriladigan xotin-qizlardan 11 nafariga 32 million 400 ming so'm miqdorida ijara kompensatsiyasi to'lab berildi. 5-toifada huquqiy yordamga muhtoj bo'lgan 13 nafar xotin-qizlarimizga uy-joylari bo'yicha huquqiy yordamlar berilib, ijobiy ishlar yakunlandi. 6-toifamizga 145 nafar xotin-qizlar qaramog'ida nogiron farzandi bo'lgan ehtiyojmand xotin-qizlar kiritilib, ularga 108 million 705 ming so'mlik miqdorida moddiy yordamlar berildi. 6 nafar tomorqasidan unumli foydalanish uchun yordam berilishi belgilangan xotin-qizlarning barchasiga tomorqadan unumli foydalanish uchun amaliy yordamlar ko'rsatildi. Ayollar daftarining 6-bosqichiga kiritilgan xotin-qizlarning joriy yilning 1-dekabr holatiga 495 nafariga tibbiy yordamlar ko'rsatildi. 450 nafar xotin-qizlarimiz 42 million so'mlik dori-darmonlar bilan ta'minlandi. 3 nafar xotin-qizlarimiz uchun murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazilib, ularga 15 million so'm mablag' ajratildi. 45 nafar xotin-qizlarga davolanish uchun yo'llanma, ya'ni orderlar berildi. Ushbu daftarga kiritilgan xotin-qizlarning 1028 nafariga huquqiy yordamlar ko'rsatilib, shundan 25 nafariga 45 million so'mlik aliment to'lovlari undirib berildi. 172 nafar ayollarning murojaatlari o'z joyida bartaraf etildi. 21 nafar tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollarga himoya orderlari berildi. 450 nafariga huquqiy maslahatlar berildi. 35 nafar xotin-qizlarimiz yarashtirish bo'yicha huquqiy yordamlar oldi. 350 nafar xotin-qizlarga boshqa huquqiy masalalar bo'yicha yordamlar ko'rsatildi. Ayollar daftarining 6-bosqichiga kiritilgan xotin-qizlarning 556 nafariga psixologik yordamlar ko'rsatildi. Natijada 556 nafar ayollarning ijtimoiy psixologik hayoti yaxshilanib, 28 ta ajrim va shu oilalardagi 120 oilaviy nizolarning oldi olinib, farzandlari onalar va otalar bag'rida qoldi. 170 nafariga ayollar maslahat kengashiga jalb qilingan malakali psixologlar tomonidan, 156 nafariga ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazlari psixologlari tomonidan, 230 nafariga umumta'lim maktablarining psixologlari tomonidan psixologik yordamlar ko'rsatildi. Oila va xotin-qizlar bo'limi tomonidan 2023-25 yillarda tumandagi ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlar uchun Xiva, Samarqand, Buxoro va Toshkent shaharlariga sayohatlar tashkil qilindi. Jumladan, homiylik hisobidan 250 nafar xotin-qizlar Buxoro, Samarqand va Toshkent shaharlariga, 24-yilda ayollar daftari jamg'armasi mablag'lari hisobidan 300 nafar xotin-qizlar Xiva shahriga, 2025-yilda ayollar daftari jamg'armasi mablag'lari hisobidan 300 nafar xotin-qizlar Xiva shahriga, 112 nafar xotin-qizlar Toshkent viloyati Bo'stonliq tumaniga sayohatlari va dam olishlari tashkil qilindi. E'tiboringiz uchun rahmat.